Assalomu alaykum. Hamma yaxshimi? Sog'lom yuribdimi? Oyim kamizni xudo xolasa bo'p qoldik pashti. Havamiz jigitlar. Tepa oq bo'ldi, o'rta ikkinchi etaj, eng tepasi qora, pasi seriydan bo'ldi. Sizlarga ko'chani ham ko'rsataman. Ko'cha tomonimiz mana bunaqa bo'ldi. Ko'cha tomonimiz mana shunaqa bo'ldi. Ko'chalarga ugolovni qo'ydik. Qora ugolovdan bo'ldi hammasiga. Endi xudo xolasa orqa tomoni qolyapti. Orqa tomonini qilib qo'ysak, xolasa ozgina mana shu tepasi ham oq bo'ladi. 0.2 dan bo'ladi, pasi 0.1 dan bo'ldi. Tepa 200 lik bo'ldi. Xudo xolasa xo'sh, bu tomon qoldi-da. Mana shu tomon qoldi. Inshaalloh bu yog'ini ham hayitgacha bitirib topshiramiz, xudo xolasa.